Oka vashi qo'y ekan. Ustidan 2000 dollar edi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xullas oldin kelaverishdan charchadim. Bugun oxirgi kun edi. Qarzingni berasan? Yo'q, aka, o'zi bugun qilib berishim kerak edi. Salgina o'xshamay qoldi, aka. Nima? Sal o'xshamay qoldim. 8 oy bo'ldi, 2 haftaga deb bo'lganding. Aka, nimalar deb tashlayapsiz? Men qilib beraman. Men lafzim bor. Erkakman, aka. Erkakman? Hali sen o'zing erkakman debsan. Erkakning lafzi bo'ladi, hamiyati bo'ladi, g'ururi bo'ladi. Og'izdan chiqqan gapga javob beradi erkak. Agar g'ururing bo'lmasa, bir kun o'lib qoladi. Unda qiyin bo'ladi. Erkaklik keyin mana jag'ingdagi soqoling bilan o'lchanmaydi. Jag'dagi soqol takani erkagida ham bo'ladi. Nega qara. Bu dunyoda bir-biridan qarz o'tganlar u dunyoda yana qaytadan ko'rishar ekan. Qarzdan voz kechdim. Omon bo'l.